alaykum. Hello Malinaxon obunachilari. Bugungi mavzuyimiz malina ko'chatlari qachon ekiladi va nega aynan shu paytda ekiladi. Sizlarda ikkita tanlov bor malina ko'chati ekilishga. Bu birinchisi noyabrda ekiladi, ya'ni qish oxiri, kuz oxiri, qish boshi. Ikkinchisi qish oxiri, bahori boshi. Fevral martga ekiladi. Bu nimaga bunaqa paytda, ikki xil paytda ekiladi? Ularning o'zini plus va minus taraflari bor. Plus taraflari, masalan, agar qishda ekiladigan bo'lsa, qishda, ya'ni kuz oxirida ekiladigan bo'lsa, eksanglar, noyabrda eksanglar, bu ko'chatlarimizni to qishda o'zini qor, yomg'ir, mikroelementlari bilan ko'chatlar o'zi zo'r moslashib olib, ildizot bo'ladi va u bahorga borib erta hosil beradi. Ya'ni bahor oxiri, yozni boshlarida hosil berishlarni boshlaydi. Bu malinalarimiz. Eslatib o'taman, bu malina ko'chatlarimizning oti, nomi Delniva navli bo'lib, bu Yevropa navi, Polshadan keltirilgan ko'chatlar bo'ladi. Va nimaga noyabr? Noyabrda boya aytib o'tgandek mikroelementlar ko'p bo'ladi, yomg'irlar ko'p yog'adi. Shu hisobdan malinalarimiz zo'r o'sib, ildizlar rivojlanib olib, paleot bo'ladi va bahorda juda ko'p o'sadi. Va ayniqsa bitta ekilgan ko'chatinglar, shu noyabrda bitta ekilgan ko'chatinglar bahorga borib eng kamida 5 tagacha bolalab chiqadi, pishqirib chiqadi, ya'ni. Buni dehqonlar tilida aytganda pishqirib chiqadi. Buni noyabrda ekilishlarni minus va plus taraflari keladigan bo'lsa, plus taraflari o'sha aytgan o'tgandek yerga moslashib oladi. O'sha qishchi o'zini ozuqalarini oladi, qor, yomg'irlardan o'z mikroelementlarini oladi va sizlar otishga harakat qilmasdan kaplinglar, suvlar qilib o'tirishlar shart bo'lmay qoladi. Ularga qarov kerak bo'lmay qoladi agar qishda eksanglar va ko'chatlar ildizot bo'ladi. Bahorga borib aytib o'tgandek eng kamida 5 ta bolalaydi bitta ko'chatinglar. Kuz oxiri va qishda boshda ekilishi minuslari haqida gapirishamiz. Birinchi minusi bu sovuq. Agar bu narsani sizlar ikki qo'ysanglar, to'g'ri o'chib o'zingiz bilasiz, bu ochiq ildiz bo'ladi, ochiq ildiz olib turib, buni ikki qo'ysanglar, xudo ko'rsin, bir minus 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, men xudo shukr hali beri O'zbekiston tarixida bunaqasi bo'lmagan, minus 30. Lekin agar bo'lmoqda shu minus 30 qoladigan bo'lsa, ko'chatinglarni общийsiga olib ketib qolish ehtimoli juda katta. Shu ehtimoli bilan juda ham katta bu ko'chatinglarni yo'qotasizlar. Shu hisobidan qishda faqatgina bitta dona minus tarafi va juda ham qo'rqinchli tarafi mana shunda bo'ladi o'ylayman. Ammo boshqa minus taraflari yo'q. Qishda asosan ekilgan ko'chat bahorda ancha zo'r chiqadi. Shu sababdan men qishda kuz oxirida ekilishi ko'proq maslahat bergan bo'lardim. Ammo bahorda ekilish tarafidan ham o'zining ancha plus taraflari bor. Plus taraflari keladigan bo'lsa, bahorda ekilishi plus taraflari. Bu birinchisi, ko'chatni bexavotir ekasizlar. Ya'ni mart oyidan eksanglar, ko'chat yer uje anaqa bo'lib turgan bo'ladi. Normal plus gradusda bo'lib turgan bo'ladi. Eng kamida bir 4-5 gradusda bo'lib turgan bo'ladi. Bu juda zo'r. Malina ko'chat juda ham yoqadigan havo bo'ladi. Va shu hisobdan bahorda eksanglar, hech narsadan muammo tashvish qilmasdan bemalol eksanglar, bu ko'chatinglar yashnab, ko'karib chiqadi. Faqatgina bahorda ekilgani minus taraflari bu sizlar faqat sal kechroq hosil olasizlar. Mana masalan, qishda ekilgani bilan bahorda ekilgani farqi keladigan bo'lsa, qishda ekilgani yozni boshlari, bahor oxirlari hosil berishni boshlagan bo'lsa, bahorda ekilganlari bo'lsa, iyul o'rtalari, avgust boshlaridan hosillarni normalni berishni boshlaydi. Iyul o'rtalaridan hosil yaxshi berishni boshlaydi. Lekin iyuldan qachon qilishni boshlaydi sizlar. Faqatgina bir oy razlika bo'ladi. Farq bo'ladi. Bahorda ekilganni yana bitta minus tarafi nima bo'lar ekan? Bitta ko'chat ekasizlar, u bitta ko'chat turib turadi. U ko'payish ehtimoli juda ham kamroq bo'ladi. Qishda ekilgani bo'lsa, boya aytib o'tganimdek, bitta ko'chatingiz eng kamida 5 tagacha bo'ladi. Bahorda ekilgani bo'lsa, bitta ko'chatingizdan bitta hosil ola olasiz. Bahorda ekilgan ko'chatlaringiz qishga nisbatan sal nimjorroq bo'ladi. Nimaga deganda, qishda ekilgan ildizlar ancha tegiga kirib ketgan bo'ladi, moslashib ketgan bo'ladi va ular ancha baquvvatroq va bolalarini ham ko'proq chiqargan bo'ladi va shoxlab ham ketadi ular. Hosili ham ancha ko'p bo'ladi ularni. Endi qachon va qaysi payt ekilishiga gapirishadigan bo'lsak, sizlarga boshdan men aytib o'tdim, ikkita tanlov berdim.
ikkita variant berib o'tdim. Ular kuz oxiri va bahor boshi. Men o'zim shaxsan sizlarga maslahat berardim. Kuz oxiridan ekishlarni maslahat bergan bo'lardim. Noyabr shu dekabr oylariga eksanglar ancha qulayroq bo'lardi va sizlar bitta emas, masalan, bahorda keladiganlar asosan bitta massani ko'radi. Qishda ekiladiganlar bo'lsa, ikkita, agar kun sovib ketmasa, 3 tagacha anaqa chiroyli hosillarni olishadi. Ko'rib turganingizdek, qulupnayda keladigan denni va hosillarimiz. Bugungi videolarimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Men sizlarga o'ylaymanki, qo'ldan kelgancha hamma savollarga javob berishga harakat qildim deb o'ylayman. Albatta bu hammasi emas. Hali oldin yana bitta list to'plam qolgan savollar bor. Ularni xudo xolisa keyingi videolarimizda chiqaramiz. Bo'lib har bitta savollarga bo'lib videolar ishlab chiqaramiz. Bu mavzuyimiz qachon ekilishi va nega ekilishi degan mavzuyimiz. Xudo shukr, men hamma savollarga javob bera oldim deb o'ylayman. Yana kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr deb qolaman. Agar shu videoni shu yoqqacha ko'rgan bo'lsangiz, iltimos like bosishni va kommentariy yozib qoldirishni va savollar bo'lsa, savollarni kommentariyga qoldirishni unutmanglar. Va bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa endi yo'g'iga har kuni yo'qmayman, haftasiga 3 martalab videolar chiqarib turamiz siz aziz muxlislarimiz uchun. Sizlar bilan Hello Malinaxon bo'ldi. Ko'rishguncha.